Уже 10-я минута пошла компенсированная. Нет, я все вижу. Австралиец невозмутим. Каю. Игрок Альшар. Узбекистана поостеречься. Опять-таки в силу Быстрее, быстрее пас! Пас, пас, перепас. Endi jahon chempionatiga chiqqanda hamma ham xohlaydi, endi sal slabiyroq, kuchsizroq komandalarga tushishini. Lekin kuchliroq komandalarga tushsa, bizning o'yinchilar yaxshi o'ynab turib, boshqa komandalarga, boshqa davlatdagi komandalarga o'tishga ham shansi bo'ladi. Endi bizga kim tushsa yaxshi bo'lardi. Endi asosan nima desa bo'ladi? Amerika, Janubiy Amerika deylar, Osiyodan, Yevropadan tushsa ham xursand bo'lamiz, chunki bizlar bilan o'ynaydi, bizning o'yinchilar ular bilan mana shunaqa qilib o'pib tashlayveradi. Albatta, xohlaymiz futbolchilarimiz shu Yevropaga borishlarini, yaxshi to'p klublarda o'ynashi bizda ham orzuyimiz. Hozircha faqat 2 ta futbolchimiz, albatta bor o'yinchilar, Turkiyada ko'p o'yinchilarimiz. Saudiya Arabiston, arab davlatlarida o'ynashyapti. Bu Yevropaga tushish qiyinroq. Men Surxonda o'ynayman. Surxonda o'ynaganim uchun Zuborga chaqirishdi, ko'rikka. Nasib xudo xolasa yig'inimiz Fransiyada bo'ladi. Fransiya bilan o'yinimiz. Nasib xudo xolasa ertaga uchib ketamiz.